Assalomu alaykum hammaga. Umumiy take profit yoki stop loss qo'yishni o'rgataman. Agar Exness brokerda ishlaydigan bo'lsangiz, ko'pgina bitim ochib o'rganda odam erinib qoladi. Take yoki stop qo'ygan. Shuni bitta amal bilan qanday qilib bajarishni o'rgataman. Bu yerda sizda umumiy holatni ko'rsatadi. Sizda qanaqa lot borligini. Bizda hozir mana bu eksperiment uchun prosta ko'rsatganim sizlarga 001 dan bitta sell bitim ochildi. Endi mana agar 20 ta 30 ta bo'lgan taqdirda ham shuna qilib take qo'yiladi. Chap tomonga surasiz. Mana bu yashil tugmani bossak, mana hozirgi joriy narx 4102 ekan. Shuni mana bu joyini price agar turadigan bo'lsa, narx falon narxga borganda o'zi yopilib ketadi degan. Mana bu confirm bossak, o'zi bo'ldi, yopilib ketadi 4100 ga agar tushib qoladigan bo'lsa. Yoki ikkinchi variant bor. Shuni mana bu price emas, in money qo'ysak, mana bu joyda misol uchun aytaylik, men centavida tushuntiryapman. Yana negativlar bo'lib ketmasin, centav ekan u, nima aldayapsiz? Men bu yerda dollar shotmi, centav bu haqida so'z bormayapti. Buni tushunib oldingiz-a? Bu take profit. Endi buni xuddi shuni pastida narxga stop loss qo'ysa bo'ladi va summaga. Mana misol uchun aytaylik, $20 zarar bo'lganida yopib yubor deb qo'ysak bo'ladi. Yoki narxga qo'ysa ham bo'ladi buni. 41.05 ga borganda o'zing yopib yubor dedik. Mana o'zi yopib yuboradi. Yo'q, kirmay qo'yaman. Shunaqa tushunib oldinglarmi? Umumiy take, umumiy stop loss qo'yish shunaqa bo'ladi.